O'shaqa insonlarni olarganda tuprog'ini. O'shanga dam solar ekanda suv qiladi. Uni bilib qoldim men. Ana ikkinchi ayolning oldinga o'tkazib olgansan. Men shunaqa insonlarni ko'rganman. Aylanib o'g'ir bag'i kelganda birinchi qo'lda jon beradi. Baribir. Lekin ikkinchi uyiga kirgizmagan. Janoza o'qitilmagan. O'shancha o'ylanayotganda shoshish kerak emas-da. Jamshid ukam qarayanda o'zingni farzanding bo'lib turib, birovlarniki qaraysan. Agar qabrdan chiqqan ovoz eshitadigan bo'lsang, Jamshid soching oqarib ketadi. Haqiqat achchiq deyman, Jamshid. Vafot etgan insonni yuziga qarab turib, masalan, yugani kirasiz, yuziga qarab turib, hayoti davomida qanaqa yashaganini bilish mumkinmi? Endi o'lim xil qiyofada keladi-da. Kimgadir chiroyli, kimgadir xunuk. Xunusini ham ko'rdik, chiroylisini ham ko'rdik. Shuning uchun gapingizda gap ko'p. Xil qiyofada odamni ko'rdim-da men. O'zi yaxshi insonlarni suvga tortilganda yuzdan nur yog'ilib turadi. Yosharib ketadi. Ko'zini yumib oladi, ko'rsang bir dunyoga qayta kelayotgan insonga o'xshaydi. Bir insonni asli mahallamizda kimligini aytmayman. O'zi rangi qora inson bo'lganda, yaxshi inson bo'ladi. Suvga tortamiz. Mushkambar hidi kelyapti. Ranglari oqarib, soqollari bor. Qorayib ketdi o'sha inson. Shu insonni ko'rganman. Juda yaxshi inson bo'lgan. O'shanda ko'rganman, jannatli inson deganman-da. Mushkambar gupillab turibdi. Alloh rozi bo'lsin, mana yaqinda ham bir ukamiz ayollar omonat topshirdi, Jamshid. Ancha qiynaldilar, ancha yotdilar. Ukamizdan Alloh rozi bo'lsin, oxirigacha turdilar, oxirigacha kurashdilar. Farzandlar uchun, o'zlari uchun ham ancha kurashdilar. Keyin ham operatsiyaga yurak nazorat qilmadi. Oxirigacha kurashdilar, yotdilar. Banshida yotdilar. Juda qattiq kurashdilar. Shu kenamiz omonat topshirdilar-da. Topshirganlarida qabristonga bordik. Endi bo'tga qo'yilmadi, boshqa qo'yildi. Jamoat hamma o'sha yerda. Qabrdan shunaqa hid taraldi. Rayhon hidi kelyapti-da. Mushkambar hidi kelyapti. Kim sepganlar borsa qabrdan chiqib keladi. Hamma gapi bor. Alloh rozi bo'lsin. U kenamizni ikkita qizlarni qoriya qildilar. Alloh rozi bo'lsin. Nechtadan nechta shogird chiqardilar. Mana hozir ham shogirdlar o'tgandan keyin xatm qilib qo'ydi. Kelgandan keyin janozada nechta qoriyalar kelib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa o'lim hammaga nasib qilsin. Nasib qilsin. O'lgandan keyin orqangda zurriyat qoldirgan, shogird qoldirgan. Yaxshi shogirdlar qoldirgan. Hayotda qanaqa yashashga bog'liq ekanda. Lekin hozir atrofimizda xuddi odamlar maska taqib yurganga o'xshaydi, Javlon aka. Maska taqqanlar ko'p. Maska taqib yuradi. Instagramda ko'rsangiz hayot boshqacha ko'rsatadi. Realniy hayotda ko'rsangiz boshqacha. Sinfdoshlar bilan ko'cha-ko'yda boshqacha, lekin asl haqiqiy o'zi boshqa odamda. Shunaqa sizga ham maskali odamlar uchraganmi hayotingizda? Uchrab turadi. Boyaga o'xshab eng alam qiladigani bo'lganmi? Ibrat uchun odamlarga aytsa bo'ladigani. Ashtingizda qolib ketgan. Boshqalarni unutasiz, lekin mana shu esdan chiqmayapti nimagadir. Bu narsa singan narsa boshqa tiklanmaydi. Es tushadi. Uni keltira olmaysan. Harakat qilasan,
borasan. Nimadir itarib turadi-da. Alloh kechirgan bizlar bandamiz-ku. Kimmiz? Shundan harakat qilasan. Nimadir itaradi. O'rniga kelmaydi. Qalb shunaqa narsa ekan, nozik narsa ekan. Ko'rganda haydab ketaversan. Shu majburlikdan xafa bo'lmasini so'rashib qo'yasiz-da. Allohdan qo'rqqanim uchun qilaman shu. Hmm. Ertaga Allohning oldida jon beraman. Alloh kechiryapti. Bandamiz. Kim bo'lamiz bizlar? Majbursan kechirasan. Yuzlamachi bo'lmaylar. Qandoq bor, shundoq ko'rsatinglar o'zinglarni. Masjidga chiqadi. Namoz o'qiydi. Yo atrofdagilar bundoq qaraydi. Normalniy kiyimda, normalniy mashinada kelib ketayotganini ko'rsa, o'shan bilan yaxshi bo'lishga harakat qiladi-da. Pul so'raydi-da, shundan yo'q deyapti. Boshqa masjidga boradi keyin. Endi hozir ishing bitib olguncha-da ukam. Ishing bitib olguncha. Hozir hayotda shunaqa masjidga kirsanglar bor, g'iybat qilib o'tiradigan odamlar bor. Qayerda o'tirganini bilmaydi. Masjidga kirib ham g'iybat qilib o'tirishadi. Ammo orqadan qarab qo'yaman-da. Shunaqa insonlar bor. Yetmay qolib endi masjid termasini. Hammaga hisob bersin. Hisob bersin. Shu qatorda hammamiz o'zimizdan to'g'ri bo'laylik. Hozirgi kunda mana oila mavzusida gaplashadigan bo'lsa, agar oilasini tashlab boshqa ayolga ketib, farzandini tirik yetim qo'yotganlar ko'p-da. Rosa ko'p ekan. Men bunchalik deb o'ylamagan edim. Mana shu Instagramga o'tganimda shunaqa temalarni olib chiqdim. Rosa yozishdi demanga hechkamga, direktimga yozishdi. Ikkita qizim bor deyapti. Erim ketgan deyapti, boshqa ayolga deyapti. Boshqa ayolni boshqa erdan 5 ta bolasi bor, yana undan ham 2 ta bolasi bor, 7 ta bolani boqyapti deydi. Lekin men o'zini qizini boqmayman. Endi Jamshid ukam qarayanda, o'zingni farzanding bo'lib turib, birovlarniki qarayapsan. Ayt o'zing farzanding ko'chada setaverlarni terib yuribsan, tilamchilik qilib. Zo'r mashina haydab ketaversan-da. Ana ikkinchi ayoling oldinga o'tkazib olgansan. Qo'liga shikatlarni olib berib qo'ygansan, qorni to'q, yana but, cho'tga kiyintirib qo'ygansan. O'zingdan bo'lgan zo'roding setaverda yomg'irda turibdi-da. Paket ko'tarib, gadoychilik. Qanaqa vijdon qabul? Qanaqa qabul qilasan? Allohning oldida nima javob berasan bularga? Bu sani mashinada o'tirgan o'zingdan bo'lmagan. O'zingdan bo'lgan zo'roding pastda zaxda turibdi. Bu mashinada o'tiribdi. Nima javob berasan uka? Bunaqa erkaklarni bor, bunaqa geylar ko'payib ketdi bari. Men erkakni hisoblayman bunaqalar. Ana eskilarning gapi bo'lardi. Ot aylanib qozig'ini topadi deyshadi-ku. Shundan guvoh bo'lganmisiz mana shunaqa yurib baribir o'zini oilasiga keladi, kechirim so'rab, bolalari juda katta bo'lgan, qanaqa ota deydi uni, yoshligida ko'rgan, eslolmaydi ham. Lekin kelyapti-da, men san otayman. Men shunaqa insonlarni ko'rganman. Aylanib o'g'il baribir kelganda. Birinchi qo'lda jon beryapti-da. Baribir. Lekin ikkinchi uyiga kirgizmagan, janozani o'qitirmagan. Eshikni yopgan, ochmagan. Birinchi baribir qabul qoti chiqaryapti. O'shaning uchun birinchisi bilan mazza qilib yashadi. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deydi. Bitta bo'lsin, zo'r. Shohjahon Jo'rayev. Pacha bo'lsa yo'g'on haydab yur deydi. Yo, o'zingga moslashtirib ol, to'g'rimi? Yoqmayaptimi? O'sha olib bor doktorga, kasalmi, olib bor, qarab endi unaqa deysani, bar hayotda ishonch bo'lishi kerak. Sevib yashash kerak. Yaxshi ko'rib yashash kerak. Bu yo'g'i qancha yashaysan, Jamshid? O'shancha uylanayotganda shoshish kerak emas-da. Endi ko'p joydachi ota-onalar sababchi bo'lib qoldi-da. Hozir bolalarni o'ziga qo'yib qo'y. O'zi yaxshi ko'rib olsin. Misol uchun mana yaxshi ko'rib olgan. Xudo yurishga yaxshi. Oilada baribir urush, turmush deb qo'yadi. Urushsiz hayot bo'lmaydi. Kerak bo'lsa men cherizim urushaman.
Ushtirmasang sog'inib qolaman. Baribir o'tmagan xonadon yo'q. Baribir suv Endi, bir loqalanadi, tinadi. Shunaqa. Endi baribir turmushda bu. Bari ehtiyot qilish kerak. Yo'q, endi men aytmoqchi bo'lganim, qarab shoshmasdan yoqtirsa ham uylan, yoqtirmasang ota-onasini zo'ri bilan uylanadi. U ham birovning qizida. Jo'nlarga siz ham qizingiz bor-ku. Men shularga achinib ketaman. Birovning qizini oladi-da. Bir oy o'tmasdan og'zi-burnini qon qopib tashlaydi. Ana yig'lab dod yashaymayman deydi. Endi hozir ko'plarchi telefonni ham iPhone 15, 16, 17 bo'lib ketyapti. Bu telefon emas bu. Inson-ku. Har moda anaqa model chiqsa almashtiradigan inson. Shunaqa past nazarda qaraydigan insonlar ko'payib ketdi-da. Shuning uchun bolalarni o'ziga tashlab qo'yish kerak. Tashlab qo'yish kerak emas. Bu kim? Ko'ngliga qarash kerak ozgincha bo'lsa. Ko'ngliga qarash kerak. Endi o'ziga topshirib qo'ysang, ertaga o'ris yetalab keladimi, karis yetalab keladimi bilmaysan-ku. Bilmaysiz. Endi jabiyog'ini ham bo'sh qo'yib qo'yish kerak emas-da. Endi tarbiyaga ham bog'liq, lekin baribir ko'ngliga qarash. farzand ota-onadan cho'chishi kerak. O'shanda hayot chiroyli bo'ladi. Sen Allohni tanitib qo'y. Ilmni berib qo'y. O'zi ko'rsatadi. Men ko'p eshityapman. Yani ota-onasini zo'ri bilan uylanyapti-da. Keyin bilsa, oldin uylangan. Ota-onasi ham bilmagan bolani-chi. Ota-onasidan qo'rqib boshqa qilib uylanyapti-da, keyin mana ikkinchi o'sha eng kelin bilib qo'yapti xotinni, bolasi borligini ham bilib qo'yapti-da, keyin yig'lab qaytyapti. Endi uning qiz taqdiri nima bo'ladi? Birovning qizini olsan, ertaga u boshqa hayot qilishi qiyin endi o'sha. Sen-ku erkak kishiga mayli. Endi Jamshid ukam yaqinda bo'lgan holatda to'y belgilangan. To'yga bir oy, 2 oy emas, ozgina vaqt qo'ygan. 3-4 kun qo'ygan. Qiz endi ana kuyovni juda maqtashgan, boy deyishgan, keladigan bizneslari bor degan. Ota-ona bilar ekanda. Bu ikkinchi bu olib berayotgani. To'yga ozgina qolganda eshik taqilyapti-da, xudonik. Eshik ochilyapti-da. Falonchiga qizingiz berayotgan ekansiz, ha, beradi. Men shularni qudasi bo'laman desa, o'g'li bitta edi, o'sha bitta o'g'ilni qudasi bo'laman degan. Men siz berayotgan qizingizni men kundoshi bo'ladi va ikkita farzandi bor degan. Tushunasan? To'yga salom-alaykum qo'ygan, to'yxonaga pul to'langan, aqliga bir hammasi qilingan. Tushunasan? Anular bekitib kelgan, bekitib qaytgan borasan. Ana to'ydagi nima bo'lsa bo'ladi. Bir kun chiqadi-ku. Taqdirdek ko'rasan. Yo'q, odamlar mashinik bo'lib taqdirim, bu taqdir deymiz, lekin mashinik bo'lib ketyapti-da. Hozir odamlarni sizni pulga uxlatib ketish ham u ham mashinikli, lekin hozir aytayotgan temangiz ham mashinikda. Bu aldayapti-da. Birovni puliga emas, shu birovni qiziga mashiniklik qilyapti-da. Jahlingiz chiqib ketadi-da. Birovning moliga xiyonatda. Xiyonatda. Bu birovni 20 yil, 18-20 yil boqasiz, ya'ni qizni mehr berib, boshqa qilib, hammadan ehtiyot qilibdi, bittasini chiqib oladi-da, badnom qilib qaytarib olib tashlaydi-da yuzga. Siz shuncha mehnat, shuncha umringizni shunga berdingizmi endi, misol uchun? Alam qilmaydimi? Endi 19 yil, 20 yil asrab kelasan-da, kimlardir kelib turib ketsa, men misol uchun bu narsani hazm qila olmayman. O'shaning uchun aytaman-da, insofi bormikan? Shunda Xudodan qo'rqarmikan? Erkakmisan, uylangan bo'lsang, ona uylanganman men, ikkita bolam bor deb ayt. Ertaga bilib qo'yingki, bu tirik yetim qilish juda og'ir jazosi. O'tkinchi bu. Hammamiz bu dunyoda mehmonmiz. Mana nechta qabr ochib ko'ryapmiz. 10 yildangina boshqasini qo'yamiz. Yotgan joyingdan 10 yil yotasan. Abadiy yotmaysan. Sport tashladi shu bilan. 10 yil yotasan. Alloh alam, Alloh biladi. Mana shu qabristonda videolar ko'p ko'ryapman. Issiq sovuq qilayotgani, rasm, mina, bir nima o'yinchoqlar tashlab ko'mib ketayotganlarni oxirgi payt videosi ko'p chiqyapti. Shu narsalar sizni ham mana bu ish jarayoningizda guvoh bo'lgansiz, ko'rgansiz shu narsalarni? Ko'rganman. Biz endi bu yerda shomdan keyin ko'proq bo'lamiz, shom o'qib ketamiz. Bir ayol bordi.
shomdan keyin keladi. Sizlar ketgan Ha, ketadigan paytim kelib qoladi endi. Men ziyoratchi ayol deb keldimda. Keyin keladi, jurnalimni so'raydi. Palonchi mandaqi Dilshod, palonchi qabri kerak deydi. Buni topib beraman-da, ha, Dilshod qabri men palon mana bu yerda yotibdi. Bo'ldi, topib bering dedi. 1-2 marta topib men berdim. Bekitadigan joyi, Alloh ko'rib turibdi. Keyin yana boshqa payt keladi. Shu xotinni urg'aymoq qirilib ketganman deyman deb xayolga bordim. Keyingi safar endi boshqa odamni so'raysiz. Endi boshqa odamni so'radi. Bir akamiz ko'rib qoldilar. Ukam men ayolni bu yoqqa otdi. Men domda yashaydi dedi. Issiq sovuq qiladi dedi. Yo'q aytsam, ha, kirgizma buni dedi. Zakaz olar ekanda bunaqada. Kimdir kuyovini, kimdir erini o'qitib, o'sha qo'g'irchoq yasir ekanda turpondan keyin o'sha qabr o'sha Dilshod bo'lsa, o'sha Dilshod degan ismni topar ekanda tuprog'ini olar ekan. Bu Dilshodni misol uchun keltiryaptilar. Aynan Dilshod emas. O'shaqa insonlarni olar ekanda tuprog'ini. O'shanga dam solar ekanda, suv qolar ekan. Uni bilib qoldim men. Bugun atelabdan poylab o'tirdim. Atelabdan poylab. Kirib keladi. Keyin sen men qamatib olaman seni. Masalan, kimligini bilib qoldim. Xudodan qo'rqqan desam, bashara shunaqa o'zgardi ishonasan. 180 yugurib chiqib ketdi shu xotin. Yo'q bo'lib ketdi. Endi unaqalar ko'payib ketdi. U kelgan odamni bilmaysan-ku qanaqa. Nima maqsadda kelyapti? Nima maqsadda? Ziyoratchilik kirib ketaveradi, bilmaysan-ki bor nima qilayotgan. Insof bersin. Xalas bo'ladi. Oxiratini kuydirib yuboradi deyshadi-yu, shular biladi-yu, to'g'rimi? Bu u dunyosini almashib yuborgan odamlarmi shunday bo'ladi? O'sha zakaz berayotgan ham, qilayotgan ham hammasi noto'g'ri ishlarni biladi-yu. Ikkalasi bir xil javob oladi. Yana ani qabristonda sizga yoqmaydigan nima anaqalar ko'zga tashlanib turadi? Endi men hozir Instagramda ko'ryapman. Ko'plar like yish uchun qo'yaptimi bilmayman. Ko'plar keladi, "Aka, qabr qazganingizda ilon ko'rinadimi ko'zingizga?" deydi. Bu ilon samlamizdan ko'zimizga ko'rinmaydi. Qachonki qabrni tayyorlab qo'yishsin, orada 1 soat, 2 soat vaqt bo'lib qolsa, mayit kutib o'tirgan paytingda yerda aylanib tushib qolishi mumkin. Tashqarida. Ha. Mayit qo'yayotganda samlamizdan ko'zimizga ilonlar ko'rinmaydi. Bir xil aytadi, "Aka, ovoz eshitiladimi?" Bu Alloh bir parda berganda bizga. Bu parda bor. Agar qabrdan chiqqan ovoz eshitadigan bo'lsang, Jamshid soching oqarib ketadi. Agar bunaqa ovoz eshitadigan bo'lsak, qabrga odam qo'ya olmaymiz. Odam ko'ma olmaymiz. Qo'rqib qolasiz o'zicha. Qo'rqasan. Bu hammani odam like uchun gapiraveradi. Bu ovoz faqat parda bor, biz eshitmaymiz u narsa. Eshitadigan bo'lsang, joyingdan ham esda qotasan. Shunaqalar insof bersan, like yeb o'tganlarga. Soxta xabar tarqatib odamlarning e'tiborini tortaman deb. Hozir mana shu kunlarda nimadan qo'rqasiz yoki nimadandir xavotirdasiz? Endi qo'rquv deganda nima? Qo'rquv aslimda qarasam, menda qo'rquv degan narsa yo'q. Men hozir onam bo'ldi. Onamiz bizga omonat topshirib ketgan. Onamni yo'qotishdan qo'rqaman. Shu bola xotirga soladigan narsa shu. Haqiqat achchiq deyapman, Jamshid. Bir kun tashlab ketishadi. Lekin qadrlab to'yishimiz kerak. O'tkinchi narsalar bor. Aziz qabrlarni kim ko'lagan? Otam qabrlarini o'zimiz ko'laganmiz. Siz ko'lagansiz. Og'ir bo'lsa kerak o'zini otasidagi qabr ko'lash. Endi
otani suvga tortib ko'mish juda og'ir narsa. Men shunchasini qo'yaman, yuvaman, oddiy holat bo'lib qo'yadi. Ishingiz har doimgidek. Ha. Og'rimasa oldin pichoq o'zingga urgin deydi-yu. Og'irdi, og'riydi. Lekin hatto kirganingda qabrga lahadga qo'yayotganingda otangni tashlab chiqib ketish juda og'ir narsa-da. Otangiz kabut xayolingda qo'lini uzatyaptiki, sen qo'ling yetib olmayotganda yo'q. Tashlab ketmagin meni deyotganda bo'ladi. Endi Alloh bergan umr yashayotganmiz. Alloh bergan umrni chiroyli yashaylik, amal qilib yashaylik. Bolalarimizga bosh bo'laylik, asraylik. Maza qilib yashaylik. Kimni yoki nimani ko'proq sog'inasiz hozir? Shu kunlarda. Ko'p otam sog'dim. Dadam sog'dim. Juda sog'dim. Qattiq sog'dim. Buni sig'dirib bera olmayman. E'tibor bera olmayman. Mana 3 o'g'il bir qizsizlar-ku. Hozir siz aytib beryapsiz, qanchalik yaxshi ko'rishingizni men his qilib bo'ldim-da. Aytishadi, qiz bola otaga ko'proq mehribon bo'ladi, o'g'il bolaga nisbatan deyishadi-da. Mana siz 3 ta ukasizlar, bitta qiz. Siz ham otam deyapsiz. Otaga bo'ladigan mehrni solishtirib ko'rganmisiz o'zingiz bilan, opangizni bundoq? Rostdan ham shu to'g'rimi? Qiz bolani mehri ko'proq, otaga ko'proq mehribon bo'ladi degan gap qanchalik? Qiz bola o'g'il bola qaraganda juda mehribon bo'ladi. Va o'zimda ham qiz bor. Yaqinda kelin oldik. O'g'limni uylantirdim. Qiz bola qizg'anchiq bo'ladi. Begona kelgandan keyin даже keliningdan qizg'anar ekanda. Kelinga sal yaxshi gapirib Qizim desang bunga tegadi. Lekin umr uzoq bo'lsa, xapal qiz bola yaxshi-da. Men qiz bola ko'p bo'lgani yaxshi deyman. Qiz uzatmadingiz hali? Yo'q, yana Xudo nasib. Sovchi keladigan payt bir kelib qoladi-ku, misol uchun so'rab surishtirib boshqa. Yo'q, keldi, yaqinda keldi, Jamshid bugun Sizdan nimadir o'tdimi demoqchiman. Keldi, qarasam eshikni tegib begona mashina turibdi-da. Tushunmadim, mashina maqib turibdi, bunda yomon qarash qilib o'tib ketdi. Kirsam, zinada begona tapishga turibdi, oyoq kiyim turibdi. Bunda kirsam, ikkita ayol o'tiribdi. Keyin choy ko'tarib yotdi, adal suvchilar kelibdi. Yuragi shig' etdimi? Xayolimda hozir olib ketib qoladigan-da. O'zi bitta qizim bormi? Bitta qizim bor. Bu shuncha o'stirib, mehr berasan-da, bir olib ketib qolsa anam qiladi. Atirgulni yetishtirasanu, qurtaveradi. Endi mazasini ko'rayotganda to'ymaysan-da. Olib ketib qolar ekanman. Endi bu yog'iga sabr, hayot shu. Biz ham kimdir gulni olib kelganmiz. Shunaqa siz ham uylangansiz, olib chiqib ketgansiz. Siz ham qizni olib chiqib ketadi. O'shancha qaytar dunyoda. O'shaning uchun mana shu qaytar dunyo deganingiz, oxirgi savol deyman, yana savol ketgan savol. Mana shu mana siz ham kelin oldim deyapsiz. Kelin olganlar hamma emas. Lekin kelinga zulm qiladigan qaynona, qaynatalar hozir ko'payib ketgan-ku. O'shalarni o'ylayman-da, shuni menimcha shunaqa insonlarning o'zini qizi yo'q-da. O'shaning uchun bemalol qo'pol qilib aytganda bichiq qilib tashlaydi-da. Mardikor o'rnida ko'radi. Nima ish bo'lsa, mashinga ozgincha bo'lsa ham mehr berish, boshqa narsalar yo'q-da. Qish demaydi, yoz issiq demaydi. ular orqalab ketadiganlar, ular qala. Insof bersin. Shunaqalar bor, qaynana ko'rmaganlar ko'p. Lekin ko'rgan bo'lsa ham bo'lib chiqib ketganda, tushundingmi? Ko'p yashamagan. Shu bu o'g'lini bor narsasini olib qo'yapti-da, ota-onasiga olib kirmayapti-da. Faqat kelin olib qo'yapti. Ularga yetib bora olmayapti.
Hamma puli kelinga beryapti, kelin mazza qilyapti, ota-ona qolib ketyapti. Fikrida shunaqada. Bir xil mana ajrimlarga 70%ga javob ota-ona sababchi. Yo'qchilikdan deysami, yo'qchilikdan emas, bu to'qchilikdan kelib chiqyapti. Ovqatda ayb topyapti, oshxonadan ayb topadi, kiridan ayb topyapti, keladi nima qiladi, changidan qilib topyapti. Baxillar bor, kelinlar qo'ldan latta tushmaydi. Tinmaydi. Ana desa, falon puliga burchatga qildirdim, kafir qildim, artasan deydi. O'g'limi puli ketgan deydi. Qadriga yetgan edi. U ham odam, robot emas u. Tekin kelmagan-ku. Yaxshi endi o'g'li uy-joy qilib qo'yibdi. Azin qadrlash kerak. Misol uchun ayol kishisi, ayol tushunadi. Ertaga o'zi kelinni bichiqib ishlatadi-da. Zurriyot farzandi tushib qolsa, yana kelin aybdor. kelin kasaldi, zotida bor deydi. Bola tushib qoldi deydi. Hamma ayb kelinda. Lekin bu yoqda o'zi nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Bilmaydi emas, biladi. Bilmaganga oladi. Shunaqa. Bilmaganga oladi, chetga oladi. Xullas, mayli. Xudo xolis siz bilan yana suhbat qilaman. Bu birinchi boshlang'ich, birinchi qadamlar. O'zi bu kanal endi boshlandi. Oxirgi so'z sifatida mana shu o'limni esdan chiqarib qo'yayotgan odamlarga ikki og'iz nimadir demoqchi kameraga, xolingiz bunisiga qarab. Ikki og'iz shularga. O'limni eslab turish kerak. Eslab turinglar. Kelinglar qabristonga, xabar olinglar. Ziyorat qilib turinglar. Yaqininglar bo'lmasa, qo'ni qo'shnilar bor, do'st birodarlar bor, ustozlar bor, kelib xabar olinglar. Bizdan oldin kelganlar ketdi, biz ham boramiz, biz ham kelamiz. Eslab turinglar. Esdan chiqarmanglar. Bugunmi, ertami baribir topshiramiz. So'rab kelmaydi. Alloh rozi bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin.